Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Milliy sertifikat 2-sinov mock testimizni tahlilini boshlaymiz. A va B sonlarining farqi 4 ga teng. Bu deganligi kichigi kattasidan 2 ga farq qiladi. Ya'ni biri 6 ligida, ikkinchisi 10 ga teng. Kichigi 8 ligida, kattasi 12 ga teng. Kichigi 10 ligida, kattasi 14 ga teng. Kichigi 12 ligida, kattasi 16 ga teng va hokazo ko'rinishda. Ya'ni mana bu A ning qiymatlari, bunisi B ning qiymatlari bo'lsin, shu ko'rinishda bo'lsa, ularning farqi 4 ga teng bo'ladi. Ikkalasi ham juft son deyilyapti. Mana bu yerda juft deyilgan. Agarda ularning e kublari va e kuklarining yig'indisi 84 bo'lsa, A va B ning yig'indisini toping. Ikkita juft sonni bir-biridan 4 ga farq qilgan holatlarida e kub B deb belgilab turamiz. Ba'zan 2, ba'zan 4 bo'ladi. Ya'ni mana bu birinchi holat uchun qarasak, 6 bilan 10 uchun 2 bo'ladi e kub. 8 bilan 12 uchun 4. 10 bilan 14 uchun 2, 12 bilan 16 uchun 4 bo'lyapti. Shu holatida A sonini e kubga bo'linadi. Bu biz B deb belgilaganimizni oxirida tekshiramiz. Hozircha e kubni B deb tushunib tursak, ya'ni e kubga bo'linadi. Bu degani A soni o'sha e kub bilan qaysidir n sonini ko'paytmasdan iborat. B soni esa e kub bilan qaysidir m sonini ko'paytmasdan iborat. Agar ikkalasi mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, u holda bularning e kuklari xuddi mana shularda ikkalasida ham B bor, B ni n ga va m ga ko'paytmasdan iborat bo'ladi. Demak, e kub B ga teng, e kuk o'sha e kubni o'zaro tub bo'lgan n va m larni ko'paytmasiga teng hisoblanadi. Endi bularni o'rniga olib borib qo'yamiz. E kubni o'rniga B qo'yamiz. Plus e kukni o'rniga B ko'paytirilgan n ko'paytirilgan m. Mana shu 84 ga teng ekan. Ikkalasidan B ni qavsidan chiqaramiz. 1 qo'shilgan n ko'paytirilgan m teng 84 ga. Bizda B da ikkita holat bor. Biri 2 ligida, biri 4 ligida. Mana shu ikkalasini alohida tekshiramiz. Ya'ni B teng 2 ligida tekshiramiz birinchi. Shu yerga B teng 2 ligida qo'yaylik. B 2 bo'ladigan bo'lsa 84 bo'linib ketsa 1 plus nm teng bo'lib qoladi 42 ga. Bundan bir narsa o'tkazsak, n ko'paytirilgan m teng bo'ladi 41 ga. Bu ikkita holatda, ya'ni n teng 41, m teng 1 ligida, n teng 1, m teng 41 ligida. Ikkalasini A va B ga qo'yib tekshiradigan bo'lsak, u holda A teng chiqadi 82 ga yu B teng chiqadi 4 ga. Bularni ayirmasi dastlabkiga e'tibor beramiz, 4 ga teng emas. Demak, B 2 ligida xato bo'lar ekan. Buni olib tashlaymizda, endi B 4 ligida tekshirib ko'ramiz. Demak, B teng 4 ligida. 4 qo'yadigan bo'lsak, 4 kara 1 qo'shilgan n ko'paytirilgan m teng 84 ga bo'ladi. Bo'lib yuborsak, 1 plus n ko'paytirilgan m 21 ga teng. Bundan bir narsa ayirib o'tkazadigan bo'lsak, n ko'paytirilgan m teng bo'ladi 20 ga. Bularni boshida mana bu ikkala holat bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana hozir qizilda ajratib ko'rsatamiz. Mana shu holat bo'yicha qaraydigan bo'lsak, xuddi shu yerga shart bor edi. E kub n va m uchun 1. Ya'ni bu degani bular o'zaro tub sonlar. O'zaro tub bo'lish uchun mana bu 20 ni o'zaro tub bo'ladigan qaysidir sonlar ko'paytmasiga ajratish kerak. Bunda 1 kara 10 bor, keyingisi 5 kara 4 bor, boshqa yo'q. Bu holatda n teng 1 ligida yoki 10 ligida, m teng 1 ligida bo'lsa, har ikkalasini 4 ga ko'paytirsak, mana birinchisidan 40, ikkinchisidan 4 chiqadi. Ularni ayirmasi 4 ga teng emas, shuning uchun bunisi xato. Bunisini olmaymiz. Demak, n teng 5 ligida, m teng 4 ligida, a tengida e kubni, ya'ni 4 ni n ga ko'paytmasi 5 ga 20 ga kelib chiqadi. B esa 5 ni, yo'q, 4 ni, yana e kubni ana bu m ni 4 qiymatiga ko'paytmasi 16 ga teng bo'ladi. Bularning farqi haqiqatan 4 ga teng. Ularning e kubi 4 ga teng. E kuklari esa xo'sh, ikkalasiga 80 bo'ladi. 80 bilan 4 qo'shsa, demak 84. Shartni qanoatlantiryapti. Demak, bizdan A qo'shib B so'ralgan. Ikkalasini yig'indisi 36 ga teng bo'ladi. B javob.
Ikkinchi savol. Ko'rinishdagi kasrni hisoblash uchun bu kasrni surati va mahrajini 2 taqsim 2 ga ko'paytirib olamiz. Shunda dastlabki kasrimiz 2 taqsim 6, ikkinchi kasrimiz 2 taqsim 12, 2 taqsim 20, 2 taqsim 30 plus va hokazo 2 taqsim 240 ko'rinishda bo'ladi. Bu endi mahrajni ko'paytiruvchiga ajratsak 2 kara 3 plus 2 kara 3 kara 4 plus 4 kara 5 va hokazo plus oxirgisi 2 taqsim 15 kara 16 ko'rinishga keladi. Bu zanjir kasr. Suratidan 2 ni olib chiqamiz. Mahrajdagi farqi 1 ga teng. 1 taqsim mahrajdagi eng kichik son 2 ayrilgan 1 taqsim mahrajdagi eng katta son 16 ga teng. Hisoblab qo'yamiz. Tashqarida 2 ko'paytirilgan, qavs ichiga mahraj 16. Mana 8 ga ko'paytirilsa suratda 7 qoladi. 7 taqsim 8 ga teng. Javob. Ikkinchi masala. Bir ishni birinchi ishchi bir o'zi B kunda, ikkinchi ishchi yolg'iz o'zi esa B taqsim 2 kunda, ikkalasi birgalikda 12 kunda bajaradi. Ikkinchi ishchi bir o'zi ishni necha kunda bajaradi? Xo'p. Birinchi ishchi 1 taqsim B kunda. Ikkinchi ishchi 1 taqsim B taqsim 2 kunda. Ular birgalikda bo'lsa, demak uni qo'shish kerak. 1 taqsim B ni qo'shamiz. 1 taqsim B taqsim 2 ga. Mana shunda ular 12 kunda bajarishar ekan. Demak, bajariladigan ish unumdorligi mahrajda bo'ladi. Xo'p, mana bu ikkinchi ishchini taqsim 2 si suratga chiqib ketadigan bo'lsa, 1 taqsim B qo'shilgan 2 taqsim B teng bo'ladi 1 taqsim 12 ga. Umumiy mahraj B suratda 3 bo'ladi, teng 1 taqsim 12 ga. Xo'p, 3 ga ko'paytiriladigan bo'lsa, B teng 36 kunda ekan. Birinchi ishchi 36 kunda bajarar ekan. Ya'ni mana bu 1 taqsim 36 bo'lishi kerak. Bizdan ikkinchi ishchi so'ralgan, mana buni topishimiz kerak. Bu degani B taqsim 2 ni top deyapti. 18 kunda bajaradi. C. To'rtinchisi, xo'p. Xaridor devor bezagi gulli va yo'l devor gul qog'ozlarini sotib olmoqchi. Sotuvchi xaridorga kerak bo'ladigan ikkala turdagi gul qog'ozlar o'ramlarining umumiy qiymati 182 ming so'mligini, agar doimiy mijoz bo'lib qolsa, unga yo'l gul qog'oziga 10%, gulli gul qog'ozga 15% chegirma bilan sotilishini, shunda ularning o'ramlari birgalikda mijozga 159 ming so'mga sotilishini taklif qildi. Mijoz rozi bo'ldi. Gulli gul qog'ozlar o'ramlari yo'l gul qog'ozi o'ramlaridan necha so'm qimmat? Gulli gul qog'ozlar deymiz. Qo'shilgan yo'l gul qog'ozlar birgalikda 182 ming so'm ekan. Xo'sh, davomida agar doimiy mijoz bo'lib qolishni xohlasa, yo'l gul qog'ozlarga yo'liga 10% chegirma. Demak, 0.9 yo'l bo'ladi. Gulli gul qog'ozlarga 15% chegirma. 15% chegirma berilsa, demak 85 qoladi. 0.85 gulli gul qog'oz bo'ladi. Ularning yig'indisi 159 ming so'm ekan. Sistematik ishlanadigan masala hisoblanadi. Endi sistemani bir-biriga bitta noma'lum yo'q qilish uchun suratdagi tepadagi birinchisini 9 ga ko'paytirib olamiz. Shunda 9 karra gul qog'ozlar qo'shilgan 9 karra yo'l gul qog'ozlar teng bo'ladi. Buni ko'paytiradigan bo'lsak 160 1,638 ming bo'lar ekan. Ikkinchisini 10 ga ko'paytirib olamiz. 10 ga ko'paytirganimizda 8,5 ta gulli gul qog'ozlar qo'shilgan 9 ta yo'l gul qog'ozlar teng bo'ladi. 159 0,000. Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa. Tepadan pastni ayirib yarimta gul qog'oz qoladi. Shu teng bo'ladi. Xo'p, ayirmadan 48 ming chiqar ekan. Bundan gul qog'ozni gullisini o'zi 2 ga ko'paytirib olsak 96 ming bo'ladi. Dastlabki tenglikka qo'yadigan bo'lsak, yo'l gul qog'ozlar 86 ming so'm ekan.
bizdan gul qog'ozning o'rami yo'l gul qog'ozning o'ramidan necha so'm qimmat deyilyapti. Ayirib qo'yamiz. 10.000 so'm bo'ladi. 5-masala logaritmik funksiya ekan fximiz. O'sha fx jx funksiyani x ga qo'yilganda mana bu ko'rinish hosil bo'libdi. Bundan jx funksiyani o'zini toping deyapti. Mana bu yerni x ga tenglaymiz. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra x minus 1 ni x ga tenglaydigan bo'lsak, ya'ni x 0 desak, bu funksiyada qoladigan x. 2 ni darajasiga o'tkazish kerak. X minus 1 teng bo'ladi 2 ning x 0-darajasi. Bundan x teng bo'ladi x ning 2 ning x 0-darajasi plus 1 holatida. Endi ana shu fx ning ichiga shuni qo'yganimizda x kelib chiqadi. Bunda j x hosil bo'ladi. X o'rniga qo'yib yuboramiz. 4 karra 2 ning x 0-darajasi plus 1 ayrilgan 3. Ya'ni mana bu x o'rniga qo'ydik shu ifodasini. Bundan jx teng bo'ladi. 4 bu 2 ning kvadrati bo'lsa, 2 ning x 0-darajasi bir yo'l endi x bo'lyapti. Plus 2, 4 2 ning kvadrat bo'lganligi uchun. Endi 4 1 ga ko'paytirilsa plus 4, mana bu ayrilsa plus 1 holatida qoladi. Bu B javob ekan. 6-masalamizda ABCning yig'ini 8 ga teng bo'lsa, mana bu ifodaning eng kichik qiymatini toping deyilyapti. Bu masala to'g'ri burchakli uchburchak usuli bilan ishlanadigan masala. Ya'ni ABCni aynan A'sini mana bu bilan birgalikda olamiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak hosil qiladi ular. Bu tomon A bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomonning uzunligi ildizda A kvadrat qo'shuv 16 ga teng deganligi. Shunda bu tomon 4 bo'lish kerak. Endi shuni davomga shunga qo'shilib ketyapti. Bu yog'ini, ya'ni B kvadrat plus 25 bilan B ni alohida olamiz. Mana bu yerda B deb tushunsak, bu yoq mana bu gipotenuzasining uzunligi ildizda B kvadrat plus 25 bo'lishi kerak. Shunda mana bu tomon uzunligi 5 ga teng bo'ladi. Keyingisi yana xuddi shunaqa gipotenuzani hosil qilyapti. Ildizda C kvadrat plus 36. Unda mana bu tomon C ni aynan o'zi bo'ladi. Bu tomonning uzunligini 6 ga tengligini hammasi tushunyapmiz. Shunda 90 gradusli holatda. Endi mana bu tomonni to'g'ri olib tushib turib, buni umumiy ko'rinishini hosil qiladigan bo'lsak, bu tomonning uzunligi jami bizda ABC ning yig'indisi, ya'ni 8 ga teng bo'lyapti. Bitta katet bo'ladi. Bu tomoni bo'lsa gipotenuza, ya'ni 15 ga teng bo'lyapti. Mana bularning hammasini yig'indisining eng kichkina qiymati A plus B plus C ni, ya'ni 8 ning kvadrati, uzr, mana shuni 8 yozib ketaveraylik. 8 ning kvadrati bilan 15 ning kvadratlar yig'indisiga. Bu degani 64, 225, 289 chiqadi. Bu 17 ning kvadratiga teng. Demak, 17 bo'ladi javob. 7-ifodamiz soddalashtirish. Xo'p, mahrajni rasmdan qutqaramiz dastlab. Ildiz ostida mana shu kasrni mahrajini 5 ildiz ostida 2 minus 7 bo'lsa, xuddi shuni plusliga ko'paytirish kerak va suratini ham 5 ildiz ostida 2 plus 7 ga. Suratida 5 ildiz ostida 2 plus 7 bo'ladi. Minus. Keyingisini ham o'zini qarama-qarshiga ko'paytirish kerak. 4 plus 3 ildiz ostida 2. 4 minus 3 ildiz ostida 2. Surati 16 ko'paytirilgan. 4 minus 3 ildiz ostida 2. Plus qolganiga tegmay turamiz. Mahraji 5 ildiz ostida 2 ni 5 ildiz ostida 2 ga ko'paytmas, ya'ni mana bu formulaga ko'ra A plus B bilan A minus B ning ko'paytmasi A kvadrat minus B kvadratga ko'ra bu yerda 5 ildiz ostida 2 ning kvadratidan 25 50 chiqadi. 7 ning kvadrati 49 ayirsak 1 ga teng, demak mahraj yo'q bo'lib ketadi. Suratni o'zi qoladi. 6 qavs 5 ildiz 2 plus 7 ga ko'paytmas. Ayru. Mahraji 4 ning kvadrati 16 ga teng. 3 ildiz ostida 2 ning kvadrati 18 ga teng. Suratda 16 qavsda 4 minus 3 ildiz ostida 2 bo'ladi. Plus 7 minus 6 ildiz ostida 2. Teng. Mahraj 2 ga teng 16 bilan qisqarsa 8 qoladi. Minus 8 qoladi. Uzr, mahrajda minus 2 bo'lar ekan, shunda mana bu plus bo'lib ketar ekan. Shunda 30 ildiz ostida 2
qo'shilgan 42 qo'shilgan 32 ayrilgan 24 ildiz 2 qo'shilgan 7 ayrilgan 6 ildiz 2. Hammasi ildiz ostida. Endi bulardan 30 ildiz 2 24 ketsa 6 qoladi, yana 6 ketsa 0 ekan bular. 42 ga 32 74, 7 qo'shsak 81 chiqadi. 9 ekan javob. Arifmetik progressiyaning 3-hadi, hadini kubi 5-hadiga teng. Demak, A3 ning kubi teng 5-hadiga ekan. Ikkinchi hadi 4-hadidan 6 ga ekan. A2 teng A4 ayrilgan 6. Endi mana shu ayirmadan 6 bilan A2 ni almashtiradigan bo'lsak, 6 teng bo'ladi A4 ayrilgan A2 ga. Bu aslida ikkita D ni beradi. Bundan D ni 3 ga tengligini topamiz. D 3 bo'ladigan bo'lsa, A3 ning kubi teng A5 ni 3-hadiga ikkita D qo'shilgan desak bo'ladi. Bundan 3-hadining kubi teng 3-hadiga 6 qo'shilgani bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdi, A3 ikkiligi kelib chiqadi. A3 2 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, dastlabki 5 ta hadining o'rta arifmetikini toping deyapti. Demak, bizga S5 taqsim 5 kerak. Shuni topish kerak. A3 ma'lum. Demak, S5 teng bo'ladi. A3 ni ko'paytiramiz 5 ga. 10 ga teng bo'ladi. 10 taqsim 5 2 ga teng. O'rta arifmetik 2 ekan, dastlabki 5 dastlabki D. Xo'p, 9-savol. O'suvchi geometrik progressiyaning, demak, Q katta 1 dan tashkil etuvchi 3 ta sondan ikkitasi 9 ga teng. Ikkinchisi 9 ga teng. Demak, geometrik progressiya bo'lsa B1, 9 va B3. Bular birgalikda geometrik progressiyani tashkil qiladi. Bu sonning o'rniga 15 soni olinsa, ya'ni ana shu 9 ning o'rniga 15 olinsa, 3 ta son arifmetik progressiyani tashkil etadi. Demak, B1 15 B3 holatida endi mana bu A1 bo'lib qolyapti, bu A2 bo'lib qolyapti, bu A3 bo'lib qolyapti. Tepada geometrik, pastda arifmetik holatda. Quyidagilardan qaysi biri arifmetik progressiyaning 4-hadi bo'ladi? Zo'r savol-ku. A4 ni topish kerak ekan. Tepadagi geometrik holat bo'yicha B1 ni B3 ga ko'paytmasi o'rtadagi, ya'ni B2 ni kvadratga teng, ya'ni 9 kvadrat 81 bo'ladi. Pastdagi bo'yicha B1 ni B3 ga qo'shish, ya'ni bu arifmetik holatda bo'lsa, o'rtadagini ikkilanganiga teng, 30 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi mana shu ikkalasidan ko'paytmasi 81, yig'indisi 30 bo'lishi bu o'suvchiligida kichigi A teng B1 teng. B1 teng 3 ga, B2 teng 27 ekanligini bildiradi. Ikkovini ko'paytirsak 81, qo'shsak 30 ga teng. Xo'sh, endi mana bu holatga qo'yadigan bo'lsak 3 15 27 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda plus 12 oshyapti, plus 12 oshib boryapti, yana plus 12 bo'lsa 39 bo'lishi kerak. A4 shunga teng. Ya'ni B4 desak ham bo'laveradi. D olamiz. 10-savol. 5 taqsim 2 ni x-chi ildiz ostidagi A bo'lsa, quyidagi ifodani soddalashtiring. Xo'sh. Demak, buni ikki tomonni 1 taqsim x-chi darajaga oshirib yuborsak, 10-savolda 5 taqsim 2 x-chi darajali ildiz ostidagi A'ga teng bo'lsa, quyidagini soddalashtiring. Xo'p, bu yerdan har ikkala tomonini x-chi darajaga oshirib yuboramiz. Shunda 5 ning x-chi darajasi taqsim 2 ning x-chi darajasi teng A'ga bo'lib qoladi. Endi mana ifodani soddalashtiramiz. 28 bilan 12 4 ga bo'linadi. Demak, har ikkalasidan 4 ning x-chisini qavsdan chiqaramiz. 7 ning x-chisi ayrilgan 3 ning x-chisi qoladi qavsda. Mahrajidan 25 ning x-chi darajasini chiqaramiz. Shunda 3 ning x-chi darajasi ayrilgan 7 ning x-chi darajasi bo'lib qoladi. Qo'shilgan 25 bilan 35 dan 5 ning x-chisini chiqarsak, 5 ning x-chi darajasi qo'shilgan 7 ning x-chi darajasi bo'ladi. Mahrajidan
2 ning x'inchi darajasini chiqarsak, 7 ning x'inchisi qo'shilgan 5 ning x'inchisi bo'lib qoladi. Bu yerda mana bu qavslar qisqarib ketsa, kasrning oldiga -1 chiqadi. Bular qisqarib ketsa, 1 bo'lib qoladi. Demak, shart bo'lmaydi. Ya'ni qavsning ichiga birinchi kasrga e'tibor bersak, qarama-qarshi ko'rinishda. Shuning uchun -1 qoladi. Bu yerda minusdan 4 taqsim 25 ning har ikkalasining x'inchi darajasi bo'lganligi uchun umumiy olamiz. Qo'shilgan. Keyingisida 5 taqsim 2 ning x'inchi darajasi bo'ladi. Darvoqe mana buni 5 taqsim 2 ning umumiy x'inchi darajasi bo'lar ekan. Endi birinchi kasrimizga e'tibor beramiz. 4 taqsim 25. Buni minusdan 2 taqsim 5 ning x'inchi darajasining yana kvadrat desak qulayroq bo'ladi. Plus 5 taqsim 2 ning x'inchi darajasi. Shunda birinchi kasrimiz minusdan 1 taqsim a kvadratga teng bo'ladi, plus ikkinchisi a ga teng bo'ladi. O'rni almashtiradigan bo'lsak, a ilgan 1 taqsim a kvadrat. Bu javob. 11-misol. Px ko'pxat mana shu ko'rinishda bo'lsa, px plus 1 ko'rinishdagi ko'pxatning barcha koeffitsentlari yig'indisini toping deyilyapti. Xo'sh. Bu yerdan px ni topish uchun 2x minus 2 ni yasaymiz bu tomondan. Teng 4x kvadrat minus 8x plus 4 desak, mana shuni kvadrati bo'ladi. Endi u yerda minus 14 edi, minus 6x qolyapti. Bu bilan plus 6 ni ajratib olaman. Birgalikda 10 bo'lsa, bu yoqdan plus 12 qolyapti. Bundan maqsad mana bu yer 4x kvadrat minus 8x plus 4 ni 2x minus 2 ning kvadratiga yig'aman. Minus ikkalasidan 3 ni chiqarib olsam, 2x minus 2 hosil bo'ladi, plus 12. Ya'ni maqsadim mana bu qavsning ichini hosil qilish. Shu narsa px ga teng bo'lsa, endi har birini 2x minus 2 larni x ga almashtirsak, px ga chiqadi. X kvadrat minus 3x plus 12. Shunga x plus 1 qo'y deyapti. Xo'p. Px plus 1 teng bo'ladi. Har bir x larga x plus 1 qo'yib chiqsak. X plus 1 ning kvadrati minus 3x plus 1 plus 12. Qaysidir ko'pxatni koeffitsentlari yig'indisini topish uchun harfga 1 qo'yish kerak, ya'ni x ga 1 qo'yish kerak. Bu degani p2 qo'ysak, shu mana bu x ga 1 qo'yganimizda p2 hosil bo'ladi. Bu yoqqa ham 1 qo'yib chiqamiz hammasiga. 2 ning kvadrati minus 3 kare 2 plus 12. Shunda 4 ayrilgan 6 qo'shilgan 12. 10 lik kelib chiqadi. Endi soddalashtirsa ham aynan shu kelib chiqadi. O'sha darajaga oshirib hisoblasa. B. 12. Agar mana shu ifoda shu bo'lsa, ning qiymatini toping. Buni tenglamani yechib, soddalashtirib x ni topish juda ham qiyin ish hisoblanadi. Bundan x kvadratni qolganlarni o'ng tomonga o'tkazib 3x minus 1 deb ifodalab olib turib, x kubni x ko'paytirilgan x kvadrat deymiz. Minus 2x kvadrat. Bunday qilaylik. Ikkalasidan x kvadratni qavsdan chiqaramiz. X ayrilgan 2 bo'ladi. Minus 2x plus 7 hozircha turib tursin. X kvadrat o'rniga mana shu ifodani olib kelib qo'yamiz. Xo'p. Demak, 3x minus 1 ni ko'paytiramiz. X minus 2 ga minus 2x plus 7. Yana soddalashtirish uchun ko'paytiramiz. 3x kvadrat minus 6 tayu minus 1 jami minus 7x bo'ladi. Xo'p, plus 2. Davomida minus 2x plus 7. Endi x kvadratga 3x minus 1 ni yana olib kelib qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan 3x minus 1 minus 7. Mana shu minus 7x imiz minus 2x bilan minus 9x bo'ladi, plus 9. Qavsni ochib soddalashtiramiz. 9x kvadrat, 9x ni o'zi uzr. 9x minus 3 bo'ladi, minus 9x plus 9. 9x lar ketadi, natija 6 ga teng. D olinadi. 13-misol. 1 taqsim 2 kosinus 6x sinus 6x arc kosinus izosi 3 taqsim 2 qo'shilgan arc sinus 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa,
tenglama 0 pi taqsim 2 oraliqda nechta yechimga ega? Xo'p. Tenglikni dastlab ikkala tomonni ham 4 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda chap tomonda 2 kosinus 6x sinus 6x bo'ladi. O'ng tomon 4 ko'paytirilgan. Kosinus ildiz 3 taqsim 2 ga pi taqsim 6 derishadi. Qo'shilgan sinus 1 taqsim 2 ga bu ham pi taqsim 6 da. Chap tomon sinus 12x bo'ladi. Teng o'ng tomonda ikkalasidan pi taqsim 3 chiqadi. 4 pi taqsim 3. 4 pi taqsim 3. O'ng tomon aniq qiymat bo'lishi kerak bo'lsa, pi ni qiymati 3,14 bo'lsa, demak bu yerda 1 dan katta son. Bizga ma'lumki, sinus 12x 1 dan kichik yoki teng, katta yoki teng minus 1 dan bo'lishi kerak. Mana shu shartni bu tenglik bajarmayapti. Ya'ni e'tibor beramiz, sinusning qiymati 1 dan katta bo'lishi kerak bo'lyapti. Demak, bu tenglamani yechimi yo'q. Qaysi oraliqda bo'lsa ham, umuman yechimi yo'q. B javob. 0 ta yechim bor. Bu yerda mana nechta deganligi uchun 0 ta. 14-misol, ildizli ifoda, ildizni tenglamani nechta yechimi bor deyapti. Xo'p. Har bir ildizni ko'paytiruvchiga ajratamiz. Birinchi ildizimiz x minus 3 bilan x minus 4 ga ajraydi. Ayrilgan. Ikkinchi ildizimiz x minus 3 bilan x minus 1 ga ajraydi. Oxirgi ifodamizni x minus 3 ning ildiz kvadrati deb olsak bo'ladi. Xo'p, bundan hammasidan x teng 3 deb turib, x minus 3 chiqarib olamiz. Shunda birinchi ildizimizda x minus 4 qoladi. Ikkinchi ildizimizda x minus 1 qoladi. Teng o'ng tomon x minus 3 ni xo'p, ildiziga. Bunda mana bu yerda e'tibor berib turgan bo'lsak, x minus 4 kichik x minus 1 dan. Bu degani mana bu ildiz 0 dan kichkina bo'lib qolyapti deganligi. Demak, qolganidan yechim chiqmaydi. Bitta 3 qoladi javob. C. 15-masala. ABC mana shu kub tenglamani ildizi bo'lsa, ABClar shu tenglamani ildizlari bo'lsa, ifodani hisoblang deyilyapti. Xo'p. Dastlab tenglamani hammasini 3 ga ikkala tomonni 3 ga bo'lib olsak, ya'ni x kub minus 28x minus 48 teng 0 ko'rinishidagi tenglamaga erishamiz. Ya'ni mana buni ikkala tomonni ham 3 ga bo'lib olsak. Bu Bezo teoremasiga ko'ra ABC ildizlari bo'ladigan bo'lsa, ildizlarining yig'indisi x kvadratni oldidagi koeffitsiyentga teng. Ya'ni bu yerda x kvadrat yo'q, u 0 ga teng hisoblanadi. Ildizlarining ko'paytmasi ozod koeffitsiyentning qarama-qarshisiga, ya'ni 48 ga teng bo'lishi kerak. Shu ikkala holatdan foydalanamiz. Mana bu teng ifodani soddalashtirish kerak ekan. Bu uchun a bilan b ning yig'indisi yana c ham bo'lganda 0 ga teng bo'lsa, demak a bilan b ning yig'indisi minus c ga teng hisoblanadi. Minus c ning kubi qo'shilgan. A bilan C ning yig'indisi bo'lsa, minus B ning kubi bo'lib qoladi. B C ning yig'indisi minus A ning kubi bo'lib qoladi. Hammasi 3-darajali bo'lganligi uchun ulardan minusni chiqarish mumkin. C kub minus bo'ladi. Minus B kub minus A kub holatida. Bulardan minusni chiqarib, A kub plus B kub plus C kubni hosil qilamiz. Endi mana shu yerda e'tibor beradigan joyimiz, agar 3 ta sonning yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, ularning kublarining yig'indisi ularning ko'paytmasini uchlanganiga teng. Ya'ni 3ABC ga teng bo'lib qoladi mana shu. Bu degani minus 3 kara 48 degani. Minusdan 144 bo'ladi. A javob. 16. Quyidagi tenglamani ildizi x0 bo'lsa, x0 ning ildizini x0 darajasini topishimiz kerak. Berilib turgan ifodani ikkala tomonini ham logaritmlab olamiz. Ya'ni logaritm x asosiga ko'ra olamiz. X ning 5 minus logaritm 2 asosiga ko'ra x-chi darajasi teng logaritm x asosiga ko'ra 16 ni x ko'paytmasiga. Endi chap tomonda asos bilan ichkarisi bir xil bo'lganligi uchun darajani o'zi qoladi. 5 minus logaritm 2 asosiga ko'ra x teng bo'ladi. O'ng tomonni ko'paytmadan qo'shuvga qaytaramiz. Ya'ni logaritm x asosiga ko'ra 16 qo'shilgan logaritm x asosiga ko'ra x. Bu birga teng bo'lib ketadi.
Demak, shuni qiymatini bir olamiz. Mana bu 5 bilan hisoblanganda 4 minus logaritm x asosiga x bo'ladi. Teng, endi mana bu logaritm x asosiga 16 ni 4 logaritm x asosiga 2 deyish mumkin. Ya'ni 2 ni 4-si 16. Xo'p, shu yerdan logaritm 2 asosiga ko'ra x ni a deb belgilab olaman. Endi yangi tenglama tuzilyapti bizda. Ya'ni belgilash kiritilgandan keyin 4 minus a teng bo'ladi. O'ng tomonda 4 taqsim a ga. Tenglikni hammasini a ga ko'paytirib olamiz. Shunda 4a ayrilgan a kvadrat teng bo'ladi 4 ga. Hammasini o'ng tomonga o'tkazib soddalashtiradigan bo'lsak, a kvadrat ayru 4a qo'shilgan 4 teng 0 ga. Bundan a ayrilgan 2 ning kvadrati teng 0 ga. A teng 2 galik kelib chiqadi. A o'rniga logaritm x asosiga x ni qo'yamiz. Shu 2 ga teng bo'lsa, x teng 4 ekan. X teng 4 ligida tepadagi ifoda. Demak, mana shu x 0 bo'lsa, 4 ni ildiz ostidagi 4-darajasi. Bu degani 2 ni 4-si 16 ga teng bo'ladi. 17-misolimiz tengsizlik ekan. Ko'rsatkichli tengsizlik. Chap tomonni suratiga hozircha tegmaymiz. X qo'shib 3-daraja, mahraji 5 ning kvadratini 2 minus x-darajasi. Katta yoki teng ekan. 0,2 deganimiz bu 2 taqsim 10, 1 taqsim 5, 5 ning minus 1-darajasi ko'paytirilgan. 25 5 ning kvadrati bo'lsa, tashqarida x kvadrat minus 3x plus 2-darajasi bo'lar ekan. Chap tomon 5 darajasida x qo'shilgan 3 dan ayiramiz, mahrajni bir-biriga ko'paytirib olamiz. 4 minus 2x. Katta yoki teng 5 darajasida 2x kvadrat minus 3 2 ko'paytirilsa mana shu 6x bo'ladi. Plus 4 minus 1 holatida. Asoslar 0 dan katta bo'lganligi uchun, asoslar 1 dan katta bo'lganligi uchun tengsizlikni asosini tashlab yuborganimizda tengsizlik o'zgarmaydi. Shunda surati tengsizligimizni asoslari 1 dan kattaligi uchun asoslarni tashlab yuboramiz. Darajalarni soddalashtiramiz, to'g'ri qoladi. Ya'ni shunday ko'rinishda qoladi tengsizligimiz. Bunda chap tomon 3x bo'ladi minus 1. Katta yoki teng, o'ng tomon 2x kvadrat minus 6x plus 3 holatida. Endi o'ng tomonga o'tkazib soddalashtiramiz. 2x kvadrat minus 9x plus 4 kichik yoki teng 0 dan ko'rinishga keladi. Xo'p, buni nima qilsak bo'ladi? 2x kvadrat minus 8x deymiz, minus x plus 4 kichik yoki teng 0 dan. Bundan 2x ni chiqarsak x minus 4, minusni chiqarsak x minus 4 kichik yoki teng 0 dan ko'rinishga keladi. X minus 4 bilan 2x minus 1 kichik yoki teng 0 holatda ekan. Xo'p, bu deganligi x'imiz 1 taqsim 2 bilan 4 ni orasida ekan. Endi shartda nima deyilyapti? Tengsizlikni qanoatlantiradigan eng katta va eng kichik sonlar ko'paytmasini toping. Eng kichik son 1 taqsim 2, eng katta son 4 ko'paytirsak 2 chiqar ekan. A ekan. 18. Tengsizliklar sistemasining barcha butun yechimlari yig'indisini, agar u bitta bo'lsa, shu yechimini toping. Kvadratlar yig'indisi 0 dan kichik bo'la olmaydi, faqatgina 0 ga teng bo'ladi. Birinchi holat uchun gapiryapman. Ildizlar yig'indisi 0 ga teng bo'lishi, ya'ni mana bu yer teng bo'lishi kerak. Teng bo'lish uchun har bir qavs kvadrat 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu degani x kvadrat minus x minus 12 teng 0 galigida x kvadrat minus 9 teng 0 ga bo'lsa, ular birgalikda shart bajarsa, keyin tenglamani yechim bo'ladi. Agar ular birgalikda 0 ga teng bo'la olmasa, yechim bo'lmaydi. Ya'ni ikkalasiga umumiy ildiz olamiz. Birinchisi uchun x1 teng bo'ladi 4 ga, x2 teng bo'ladi minus 3 ga. Ikkinchisi uchun 3 bilan minus 3 bo'ladi. Xo'p, bulardan umumiy yechim minus 3 ekan ikkalasi uchun. Endi minus 3 pastdagi tenglikni qanoatlantiradimi? Xo'p, minus 3 ni 5-chisi minus 243 bo'ladi. Plus 3 ni 4-chisi 81, minus 3 ni 4-chisi 81 bo'lsa, u ham 243 bo'ladi. Plus 3 ni kubi bu minus 27,
minus 108 hosil bo'ladi. 4 ga ko'paytirsak plus minus 9 ni minus 3 ni kvadrati 9, 9 ga ko'paytirsak 81, ayrilgan 3 qo'shilgan 3. Ikkalasi mana bu ikkalasi 0 bo'lib ketsa, 3lar 0 bo'lib ketsa, minus 108 qo'shuv 81 minus 27. 0 dan kichkinaligi ta'minlandi. Demak, tenglamada bitta yechim bor ekan, minus 3 ekan. S. 19. A, B natural sonlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, A bilan B ning qiymatini toping. A plus B. Xo'p. Bu yerdan mana bu ikkalasidan B ni qavsdan chiqarib yuboraman. A plus 3 hosil bo'ladi. Minus A ni o'ng tomonga 10 ni davomga o'tkazaman. 10 qo'shilgan A. Bundan B ni topamiz. 10 plus A taqsim A qo'shilgan 3ligini. Suratidan A qo'shilgan 3 ni ajratib olaman. A qo'shilgan 3 ga alohida maxraj berib turib, qolgani 7 qoladi A plus 3 bilan. Shunda birinchi kasrimiz 1 ga teng, plus 7 taqsim A plus 3 bo'ladi. A ham B ham natural sonlar bo'lganligi uchun mana bu yerdan natural son chiqishi A teng 4 ligida bajaradi. Boshqa holatda bo'lmaydi. Ya'ni maxrajni 1 ga teng qilmoqchi bo'lsak, A minus 2 bo'lishi kerak, natural emas, ola olmaymiz. A teng 4 ligida B ni qiymati kasrimiz 1 ga teng, 1 qo'shsak 2 ga teng chiqadi. A plus B ning qiymati 6 ga teng ekan. Yigirmanchi misol, ko'rinish zanjir kasr, demak zanjir kasr qilsak bo'ladi. Maxrajdagi farqi har biriga e'tibor beramiz. Kattarog'i kichikrog'idan 4 ga kattalashib boryapti. Demak, bu turdagi misollarni suratni qavsdan chiqarardik. Maxrajdagi farq, ya'ni 4 ni chiqaramiz. 1 taqsim maxrajdagi eng kichik ayirma, ya'ni x minus 1. Ayrilgan 1 taqsim maxrajdagi eng katta ayirma, yig'indi x plus 55 bo'ladi. Ya'ni zanjir kasr uchun xuddi shunday qilish kerak. Suratdan nechi bo'lsa o'shani qavsdan olib chiqamiz. Hammasi 8 uchun 8 chiqadi. Hammasini maxrajini ayirmasi 4 ga teng uchun 4 chiqadi. 1 taqsim maxrajdagi eng kichik son ayrilgan 1 taqsim maxrajdagi eng katta son bo'lishi kerak. Shu narsa 112 taqsim 52 x minus 7 ga teng. 2 qoladi. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak x kvadrat, xo'sh, plus 55 minus 1 plus 54 x bo'ladi. Minus 55 holatida. Surati x qo'shilgan 55 bilan ayrilgan x qo'shilgan 1 bo'ladi. Teng 112 taqsim 52 x ayru 7. Suratda x lar 0 bo'lib ketadi. 55 1 qo'shilsa 56, 2 ga ko'paytirilsa 112 taqsim x kvadrat plus 54x minus 55 teng 112 taqsim 52x minus 7. Surat teng, demak maxraj ham teng bo'lishi kerak. X kvadrat minus plus 54x minus 55 teng ekan 52x minus 7 ga. Chap tomonga o'tkazib yuboramiz. X kvadrat plus 2x bo'lar ekan minus 55 dan 7 ketadigan bo'lsa 48 teng 0 ga. Bundan x teng minus 8 bilan x teng 6 ekan. Xo'p, minus 8 u 6 ajoyib ekan. 21. Quyidagi rasmdagi ABCD kvadrat tasvirlangan BFFC ga perpendikulyar rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib bo'yalgan sohaning yuzini toping. Xo'p, F dan mana shu F nuqtadan to'g'ri balandlik tushirib yuboramiz. Yaxshi tushmadi. Balandlik tushirib yuboramiz. F ni pastini h deb nomlasak, tepani vaqtincha x deb turamiz. Endi, xo'p, demak, mana bu asosning uzunligi ham h plus x ga teng ekan. Bizdan yuza so'ralyapti. S teng bo'ladi bo'yalgan soha. H ni ko'paytiramiz, ya'ni balandlikni asos uzunligiga ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. Shuni topishimiz kerak. Xo'sh, F nuqtadan BC ga ham perpendikulyar tushirib yuboraman. Shunda mana bu burchak alfa bo'lsa, bu yoq ham beta bo'ladigan bo'lsa, 90ligidan, bu yoq alfa, o'xshashlik ekan. Hozir mana bu ham h ga teng. Ya'ni mana shu yerdagi qaysidir bitta
D nuqta deylik. Shungacha masofa h ga teng bo'lsa, mana bu yog'i x bo'lib qoladi endi. Bu yer a bo'lsin. A h x. 12 ni ishlatish uchun a kvadratni a kvadrat bilan h kvadrat yig'indisi 12 ga kvadratga tengligidan foydalanamiz. Ya'ni FDS uchun Pifagor qo'llaverdim. A kvadrat h kvadrat yig'indisi 12 ni kvadratga teng. Bundan a kvadrat teng bo'ladi 144 ayrilgan h ning kvadratiga. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Ikkala uchburchak o'xshash, o'xshashlikdan foydalanamiz. A ning h ga nisbati katta uchburchakdagi kichik tomon a ni uzunroq katet h ga nisbati kichik uchburchakdagi kichik katet x ni katta katet a ga nisbatiga teng. Buni proporsiya qilsak a kvadrat teng bo'ladi x ko'paytirilgan h ga. Xo'p, a kvadratni mana bunisi ham bor ekan, ikkalasini tenglaymiz. 144 ayrilgan h kvadrat teng bo'ladi. Xo'sh. Shu yerda boshqatdan yozay. 144 ayrilgan h kvadrat teng bo'ladi x ko'paytirilgan h ga. H kvadratni o'ng tomonga o'tkazib yuborsak 144 teng bo'ladi x h qo'shilgan h kvadratga. Bundan h ni qavsdan chiqarib qo'ysak x plus h hosil bo'ladi. Aynan mana bizda formuladagi, ya'ni yuzani topish uchun kerak bo'lgan ifodaning qiymati 144 ga tenglik kelib chiqdi. Suratga 144 qo'ysak, mahraj 2 ga 72 ga teng ekan yuzi. 22-chi masala. ABCD trapetsiyaning asoslari 5y nisbatda. 5y, 2y. YF kesma asoslariga parallel. AE EB ga nisbat 2/1, ya'ni mana bu 2x u bu yoq x. Kichik trapetsiyaning yuzi, ya'ni BSFY trapetsiyaning yuzi 10 ga teng. Mana shu yerda 10 ekan. ADFE trapetsiya yuzini toping. ADFE. Demak, mana buni topish kerak ekan. Xo'p, bu 5y nisbatdaligi, bu yoqda 3 nisbat. Mana bunday qilib davom ettirsak, bu uchburchak bo'lib qolsa, o'xshashligidan, ya'ni tepadagi, yuqoridagi yangi hosil qilgan burchagimiz umumiyligidan bizda mana bu yerni jami 5 u, bu yeri 2 nisbatligini bildiradi. Demak, 5 u 2 nisbatni ta'minlash uchun mana bu yer 2x bo'lishga majbur. Shunga ko'ra, endi mana bu yer 3x bo'lyapti. Demak, bu yer 3y-ligini bildiradi. Biz mana bu ikkita chiziqni topib oldik, asoslarni. Endi tepa tomon bizga zarurat emas. B dan asosga perpendikulyar tushirib olaman, ya'ni balandlik tushirsam, parallellikdan bu yer ham balandlik bo'lib qoladi. Endi tomonni mana bu tomon 1 u 2 nisbatdaligidan bu yer h-ligi, bu yer 2h-ligi kelib chiqadi. Shunda kichik trapetsiyaning yuzasi 10 ga tengligidan, ya'ni 10 ni teng deymiz. U yerning balandligi h ni ikkala asoslar yig'indisini yarmiga ko'paytiramiz. Ya'ni o'rta chizig'i 2y 3y ni 2 ga bo'linganiga teng. 5y taqsim 2 ko'rinishiga kelib qoladi. Bundan x emas, yh ni topamiz. 5 bilan 10 qisqarsa 2 4liga kelib chiqadi. Xo'p, endi katta uchun qo'llab qo'yamiz. ADFE ning asoslari 5y u 3y, jami 8y bo'lyapti. Jami asoslarning o'rta chiziq 4y bo'lar ekan, ya'ni mana buni o'rta chizig'i. Tepadan 3y, pastdan 5y, qo'shib 2 ga bo'lsak 4y chiqadi. Ko'paytirilgan 2h balandlikka ko'paytirib qo'yamiz. Bu degani 8yh bo'lib qoladi. Yh ga 4 qo'ysak 32 ga tenglik kelib chiqadi mana. B. 23. Tenglamaning eng katta eng kichik ildizlari ayirmasini toping deyilyapti. Modulli ekan. Dastlab x ni 0 dan katta deb ishlaymiz. X 0 dan katta bo'lsa modul kerak emas. U holda x kvadrat minus 16x bo'ladi plus 15 teng 0 ga. Bunda birinchi x'imiz 1 ga, ikkinchi x'imiz 15 ga teng bo'ladi. Ikkalasi ham 0 dan katta qanoatlantiradi. X ni 0 dan kichkina deb ishlaydigan bo'lsak, mahrajga minus qo'yilsa minus x kvadrat bo'ladi. Minus 16x bo'ladi. Minus 15 teng 0 ga. Tenglikni hammasini minus 1 ga ko'paytirib yuborsak, x kvadrat plus 16x plus 15 teng 0 ga.
Bundan birinchi x'imiz -1 ga, ikkinchi x'imiz -15 ga tenglik kelib chiqadi. Shartida eng katta va eng kichik ildizlari ayirmasini toping deyildi. Eng kattasi 15, eng kichigi -15. 15 ayrilgan -15imiz 30 ga teng bo'ladi. S. Keyingisi, agar f murakkab funksiyamiz shu ko'rinishda bo'lsa, uni hosilasiga 9 ni qo'yib hisoblab ber deyapti. Hosil olamiz ikkala tomondan. Chap tomondan hosil oladigan bo'lsak 3 f' 2x plus 1 ko'paytirilgan murakkab qismi hosilasi 2 ga teng. O'ng tomon 4 ko'paytirilgan. Tangensni hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat. Ya'ni kosinus kvadrat pi taqsim 4x bo'ladi. Va ko'paytirilgan murakkab qismning hosilasi pi taqsim 4, ya'ni ichkarisiniki. Endi ana shunga 9 qo'yib ber deyapti. Mana buni 9 ga teng qilamiz. 2x plus 1 teng 9 bo'lish uchun x teng bo'lishi kerak 1 o'tsa 8 4ligida. Shunda 3 mana bu 2 bilan ko'paytirilsa 6f 9 hosil bo'ladi. Ya'ni x larga 9 qo'yyapmiz. Teng. O'ng tomon 4 lar qisqarsa pi taqsim x ga 4 qo'yganimizda kosinus pi bo'ladi. Kosinus pi da 1 ga teng. Bundan f' 9 teng bo'ladi pi taqsim 6 ga. Ajoyib. 25. Rasmda ABCD to'g'ri burchakli trapetsiyaning asosiga perpendikulyar AD yon tomoni aylana markazidan o'tadi va diametriga teng. Perpendikulyar deyilyapti, demak 90 gradus. O aylana markazi, demak mana bu diametriga teng ekan. AB ning uzunligi 4 ga teng. BE ning uzunligi 2 ga teng. BCD burchak, BCD mana bu yerda ekan, 30 gradus ekan. ABCD trapetsiyani yuzini toping deyapti. Bu yerda to'g'ri burchakli trapetsiya bo'lib qoladi. Mana bu yerda ham 90 gradus. Endi urinma formulasiga ko'ra AB ning, ya'ni 4 ning kvadrati teng bo'lishi kerak edi. Aylanagacha bo'lgan masofani jami aylanaga kirib chiqib ketgungacha bo'lgan ko'paytmasiga, ya'ni mana bu yerda x deb belgilab tursak, 2 plus x ga ko'paytmasiga teng. 16 2 ga bo'lsa 8 teng bo'ladi 2 qo'shilgan x ga. Bundan x ning 6 ligi kelib chiqadi. Demak bu yer 6 ekan. Endi a dan uzunligi y deydigan bo'lsak, y kvadrat teng bo'ladi 8 ning kvadrati minus 4 ning kvadratiga. Y kvadrat teng 64 ayrilgan 16 48 ga. Y ni o'zi 16 bo'lsa 4 ildiz 3 ligiga kelib chiqadi. Demak mana shu 4 ildiz 3 ekan. B dan DC ga to'g'ri chiziq tushirib yuboramiz. Balandlik bu ham 4 ildiz 3 bo'ladi. Ya'ni ikkalasi tengligidan mana bu yerda 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, 30 ni qarshisi 4 ildiz 3, 60 ni qarshisi 12 bo'ladi. AB to'rtligidan mana bu yerda qaysidir F nuqtaga tushib turgan bo'lsa, bu yer ham to'rtliga kelib chiqadi. Bizda menimcha hamma narsa yetarli bo'ldi. Endi S ABCD. Dastlab AB FD to'rtburchak bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 4 karra 4 ildiz 3 qo'shilgan. Endi bu yoqdagi uchburchak BFC ning yuzasini topib qo'yamiz. 4 ildiz 3 ko'paytirilgan bo'lishi kerak. Asos 12 taqsim 2. 16 ildiz 3 bo'ladi, qo'shilgan. Qisqarsa 6 qolsa 24 ildiz 3. 40 ildiz 3 ga teng ekan. B javob olamiz. 26-masala quyidagicha qonuniyat bilan ishlanadi. Ya'ni bunda 3 burchak bo'lishi kerak. Ya'ni berilib turgan 3 burchak mana shu holatda bo'lsa, ixtiyoriy tomondagi nuqtalar bilan burchaklar tutashtirilsa, bu yerda bir nechta yuza hosil bo'ladi. Mana bunisi S1, bunisi S2, bunisi S3, bunisi S4 bo'lsin. Bular uchun umumiy qonuniyat. Bir taqsim jami yuza S deb nomlaylik, hammasini yig'indisi qo'shilgan. Bir taqsim mana bu S3 qarshidagi burchak, uchburchak yuzi S3 teng bo'ladi. Bir taqsim S2 bilan S3 ning yig'indisiga, ya'ni S2 plus S3 yozaveraylik. Keyin plus bunisi bir taqsim S3 bilan S4 ning yig'indisiga bo'ladi. Mana shu qonuniyat har doim o'rinli.
olimni ismi esimga kelmayapti, mana shu formula bilan hisoblanadi. Bizda ABC uchburchakni BC tomonidan D nuqta olingan, A uchi bilan tutashtirilgan, AB tomonidan E nuqta olib, C uchi bilan tutashtirilgan. Xuddi shu ko'rinishda ketyapti, mana bunday. Endi mana shu A bo'lsin, B bo'lsin, C bo'lsin, BC tomonidan D nuqta olingan, tutashtirilgan. Bu yoqdan E nuqta olingan, tutashtirilgan. Shunda mana bu 4 ga teng, bunisi 5 ga teng, bunisi 10 ga teng, mana bu x ga teng bo'lyapti. Umumiy yuza bizda 1 taqsim x qo'shilgan 19 bo'ladi. Shu teng, mana shu yerda qo'shuv 1 taqsim x ni qarshisidagi uchburchak, ya'ni 10 teng bo'lishi kerak. 1 taqsim 10 bilan 4 ni yig'imiz 14 qo'shilgan 1 taqsim 10 bilan 5 ni yig'imiz 15 ga. Buni endi mana 10 taqsim 1 taqsim 10 ni o'ng tomonga qo'shib o'tkazib yuborsam bo'ladi. 1 taqsim x qo'shilgan 19 teng bo'ladi. O'ng tomonga umumiy mahraj 21 bo'lsa, 210 bo'lsa, surati 29 bo'lib qoladi. Shundan 1 taqsim 10 ni ayirish kerak. Umumiy mahraj 210 bo'lsa, surati 21 ayrilsa 8 qoladi. 2 ga qisqartirib olsak 4 taqsim 105. Endi proporsiya qilib ko'paytirib olamiz. 105 teng bo'ladi 4x qo'shilgan 76 ga. Bundan 4x teng bo'ladi. 105 dan 76 ayirsak 24 u 29. 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak 7,25. Demak bizda x aynan mana so'ralyapti turgan BFD yuza. BFD bo'lsa aynan shunga teng, mana bu yerda F da kesishyapti. Demak D olamiz. 27-savol. Muntazam tetraedrning to'la sirti 16 ildiz 3 ga teng bo'lsa, unga ichki chizilgan sharning hajmini toping. Xo'p, tetraedr bunday bo'ladi. Ya'ni har bir qirrasi muntazam uchburchaklardan iborat bo'lgan shakl. Bunda demak har bitta yon tomoni teng bo'ladi. Bir dona S 1 deb nomlaylik. S yon tomoni umuman to'la sirti bo'ladigan bo'lsa, S teng 4 karra bitta yon sirtini yuzini hisoblash. Ya'ni 4 ta yuza borligi uchun 4 ga ko'paytirganimiz bo'ladi. Tomoni A ga teng deb nomlaydigan bo'lsa, o'sha muntazam uchburchakni tomonini A kvadrat ildiz 3 taqsim 4 uni yuzasi edi. Mana shu 16 ildiz 3 ga teng ekan. 4 lar qisqarib ketsa, ildiz 3 qisqarib ketsa, A kvadrat 16 ga A ni o'zi 4 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, tetraedrni tomoni 6 ga teng. Endi tetraedrni ichiga ichki chizilgan sharning radiusi ana shu tetraedrni tomoni bilan, ya'ni qirrasi bilan bunday bog'lanishi kerak. Ya'ni A taqsim 2 ildiz 6 ko'rinishda bog'lanadi. Buni o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim ildiz 6 ga erishamiz. Endi o'sha ichki chizilgan sharning hajmi V teng bo'ladi 4 taqsim 3 pi radius kub. Pi ni o'rniga 3 qo'ying degan shart bergan. Xo'p, pi 3 qo'yadigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan. Mana bu ikkovi qisqarib ketgandan keyin 8 taqsim 6 ildiz 6 qoladi. Irratsionaldan qutqaramiz. 32 ildiz 6 taqsim 36 bo'lib qoladi. Bular har ikkalasini 4 ga qisqartirsak 8 ildiz 6 taqsim 9 ga erishamiz. Demak, shar hajmi shunga teng ekan. D javob olamiz. 28-savol. Quyida grafikdan foydalanib ABCD to'rtburchak yuzini toping. Ya'ni mana shu bo'yalgan soha yuzini toping. ODC burchak tangensi 2 ga teng. Demak, mana bu yerda alfa bo'lsa, tangens alfani 2 ga teng deyilyapti. Demak, S ni Y ga e'tibor beramiz. Bu yerda 6 dan kesib o'tyapti ekan. Demak, mana shu balandlik 6 ga teng bo'lsa, tangens 2 ga tengligidan 6 ni qaysi songa bo'lsak 2 ga teng desa, mana 3 bo'ladi. Ya'ni D aynan 0 nuqta ekan. 0 nuqta. Endi bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun bu shaklni bir nechta uchburchaklar va to'rtburchakka ajratamiz. B nuqtani to'g'ri Y ga proyeksiyalasak. Shunda mana bu yoqqa ham bitta perpendikulyar olib tushamiz. Xo'p, bu yerdagi Y ning qiymati 3 ga teng. Mana bu masofa 3 ga tengligi topildi. Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu
mana shu tepadagi B dan kelgan Y ga kelgan to'g'ri chiziqning uzunligi x minus 4 o'shani moduli 4 ga teng bo'ladi. Bu yoq ham 3, bu yoq 4. Bu yoqda minus 6 bo'lsa, minus 4 dan minus 6 gacha bu yoqda 2 masofa bor. Xo'sh, bizda qayerda noma'lum qoldi? Bo'ldi, hammasi topildi. S teng bo'ladi. Birinchi mana bu mana bu yerda topyapmiz hozir. 2 kere 3 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan 4 kere 3 bo'ladi. Qo'shilgan tepadagi 4 kere 3 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan o'ng tomon 6 kere 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan 3 chiqadi. 12. Undan keyin 6, undan keyin 9. Bular hammasini qo'shadigan bo'lsak, mana 12 24 30 bo'lar ekan. D javob. Yigirma to'qqiz. ABC to'rtburchakli uchburchakning AC kateti va AB gipotenuzasi mos ravishda 4:5 nisbatida. Gipotenuzaning uzunligi 20 ga teng. Uchburchak tekisligining bir tomonidagi D nuqtadan DA va K nuqtadan KB perpendikulyar tushirilgan. Xo'p, demak bunday ekan. Uchburchak tekisligi mana bunday holatda ekan. Bu A, bunisi B, bunisi C ekan. Ana shunda A nuqtaga tepadagi D nuqtadan perpendikulyar tushirilgan mana bunday qilib turib. Bu uchburchak tekisligiga perpendikulyar mana bunday olsak bo'laveradi. Keyin tepadagi K nuqtadan qaysidir B ga perpendikulyar tushirilgan. Bu K nuqta ekan. Bu ham perpendikulyar tushirilgan. Tepadagi shart bo'yicha AB AC katet, ya'ni AC katet va AB gipotenuza 5:4 nisbatda. Demak, 4:5. Mana bu yerda 4x bo'lsa, bu yoq 5x bo'ladi. O'z-o'zidan mana bu yerda 3x bo'lishga majbur. Tepadagi to'g'riburchakli uchburchak deyilgan mana bu yerda. Gipotenuza uzunligi 20 ga teng deyilyapti. Demak, bu 20 ga teng bo'lsa, x 4 ekan. Mana bu tomon 16 ga teng, bunisi 12 ga teng bo'ladi. Uchburchak tekisligining bir tomonidagi D nuqtadan DA ga tushirdik, K ga perpendikulyar tushirdik. DC ning uzunligi, demak, C dan to'g'ri chiziq tortamiz C ga, D ga. Mana shu yer 20 ga teng ekan. KC ning uzunligi 15 ga teng. K dan C ga to'g'ri chiziq tortamiz. Bu yer 15 ga teng ekan. Bo'lsa A, B, K, D to'rtburchak yuzini toping. Xo'p, mana bu qizil bilan belgilasam yaxshiroq ko'rinadi. Mana shu holatdagi to'rtburchak yuzini topishimiz kerak. Demak, mana bu DC ning uzunligi 20 bo'lsa, AC ning uzunligi 16 bo'lsa, 400 dan 256 ni ayirsak, 144 bu yoq 12 ga tenglik kelib chiqadi. Bu yoq AB ning uzunligi 20 ga teng edi. Mana bu tomonda 12 bo'lsa, bunisi 15 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu tomon 15 past 12 ligi berilyapti. Bunisi 9 bo'ladi. Endi mana bunday holatdagi trapetsiya hosil bo'lyapti bu yerda. Ikkala asosdagi burchaklari 90 gradus. Mana bu 12 ga teng, bunisi 9 ga teng, bunisining uzunligi 20 ga teng bo'lgan trapetsiya hosil bo'lyapti. Shuni yuzini toping deyapti. S teng bo'ladi. Asoslar yig'intisining yarmi. 21 taqsim 2 ni 20 ga ko'paytirish. 210 ga teng bo'ladi. A olamiz. 30-shart to'plam nazariyasi. A va B to'plam holati berilgan. Ularning kesishmasini toping deyapti. Mana bu asosiy ko'rinish. Hozir tepadagini o'chirib yuboraman, bizga qulayroq ko'rinish uchun. Bu to'plamda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi mana bu yerda. Va bunisidagi mana bu yerda. Har ikkalasining ko'rinishi 8n plus 7 va 12n plus 7 ko'rinishda. Bu nimani anglatadi desa, A to'plamning qiymatlari 8 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan sonlar. Ya'ni A to'plam teng bo'ladi 15 ga, undan keyin
23 ga. Xo'p, 2 3 ga ko'paytiradigan bo'lsa 27 31 ga va hokazo shu ko'rinishda ketadi. 30-misol to'plam. Bunda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy mana bu. Va bunisidan mana bu. Ikkalasida ham x natural son deyilyapti. U yerda x mana shu qonuniyatga bo'ysunadi deyapti. A to'plamdagilar va B to'plamdagilar. Endi A to'plamdagi nima degani desa, mana bu yerga e'tibor beramiz. 8 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan sonlar. B niki bo'lsa 12 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan sonlar. Bu degani biz va A va B to'plamni kesishmasiga e kub 8 u 12 ni x ga ko'paytirilgani plus 7 ni olishimiz kerak. Ya'ni A ni hozir tushuntirdim. 8 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan, B niki 12 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan. 8 bilan 12 ga ekuk 24 bo'ladi. 24 x plus 7 deganligi ikkalasini kesishmasi bo'ladi. Ya'ni 8 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadiganlar tarkibida 24 ham bor. 24 plus 7 bo'ladi. X ni 12 n plus 7 holatida ham 24 ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan sonlar bo'ladi. Bu D javobga to'g'ri keladi. Keyingisi SNK masalasi ekan, demak, Newton binom yoyilmasi bo'yicha bu yerda mana bu n koeffitsiyentni toping deyilgan ekan. Xo'sh. Demak, S pastiga 5, ya'ni mana bu nechi bo'lsa, o'shani olishimiz kerak. 5 yuqorisiga ikkinchi elementning darajasi olinadi. Bu yerda b ni kvadrati ekan, b 6-chi hosil bo'lish uchun demak b kvadratning kubiga bo'lgan bo'lishi kerak. Demak yuqoriga 3 olinadi. Endi u yerda a kubning 6 hosil bo'lish uchun kvadrati bo'ladi. Ko'paytirilgan b niki -4 ni ham hisobga olamiz, chunki u koeffitsient. -4b kvadratning kubi bo'lishi kerak. Mana shu n a 6-daraja, b 6-darajaga teng ekan. S 5/3 ni yoyilmasi 5 faktorial, mahrajiga 2 faktorial, ko'paytirilgan 3 faktorial bo'lishi kerak. Ko'paytirilgan a ning 6-si, ko'paytirilgan -4 ning kubi degani -64 bo'ladi. Ko'paytirilgan b 6-daraja bo'ladi. Teng n a 6-daraja, b 6-daraja. B 6lar ketdi, a 6-darajalar qisqarib ketsa, chap tomonda 3 faktorialni 5 faktorial bilan qisqartirsak 4 kare 5 taqsim 2 20, ya'ni 10 bo'ladi. Ko'paytirilgan -64 teng n ga. Bundan n teng -640 ga kelib chiqadi. Hisob olamiz. 32. Aniq integral hisoblanishi kerak. Hozir integral hisoblashga tayyor emas, tayyorlab olamiz. 1 dan 4 gacha. Aniq integral. Integral hozir hisoblashga tayyor emas, tayyorlab olamiz. 1 dan 4 gacha chegaramiz. X minus 2 ning kvadrati ildiz ostida dx. Endi x o'zgaruvchi bo'lganligi uchun ifodada x 2 dan kichkina bo'lishi ham mumkin, katta bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mana bu 1 va 4 chegarani aynan manfiy va musbat holatlariga qarab ajratamiz. Ya'ni 1 dan 2 gacha x minus 2 da manfiy sonlar hosil bo'ladi. Aksincha 2 minus x qiladigan bo'lsak, endi ildiz kvadrat qisqartirish mumkin. dx qo'shilgan 2 dan 4 gacha x minus 2 holatda ochilaveradi. dx. Birinchisini integrallaymiz. 2x minus x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Chegara 1 2 plus ikkinchisidan x kvadrat taqsim 2 minus 2x bo'ladi. Chegara 2/4. Dastlab birinchi chegaramizdagi 2 ni qo'yganimizda 4 minus 2 chiqadi. Minus 2 plus 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. Plus endi ikkinchi integralimiz bo'yicha 4 qo'ysak 1608 ayrilgan 8 ayrilgan 2 qo'yganimizda
2 ayrilgan ayruv bilan qo'shuv bo'lib ketib 4 bo'ladi. Shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Hop, 8 ketdi. 2 lar 4 bilan ketdi. 4 dan 2 ayiramiz 2, 2 butun 2 dan 1. 2,5 ajoyib. 33 dan 35 gacha moslashtirish misollari. Hajmi 36 pi ga teng bo'lgan sharga eng katta hajmli konus chizilgan. Konus hajmi, shar hajmi v teng bo'ladi 4/3 pi r kubga. Shu 36 pi ga teng ekan. Pilarni qisqartiradigan bo'lsak, 3/4 o'ng tomonga teskari ko'paytma bo'lsa r kub teng bo'ladi 36 ko'paytirilgan 3/4 ga. 27 ga teng. Bundan radius 3liga kelib chiqadi. Endi konus 3dan asosiga balandlik tushiramiz. Shunda uni shar markazidan o'tganni yuqorisi radiusga teng va 3 bo'lib qoladi. Asosni diametrini o'tkazamiz. Asos diametri. Asos yasovchisidan balandlikni o'rtasigacha o'sha balandlik tushirgan joyimizgacha to'g'ri tortamiz. Bu asos radiusi bo'lib qoladi. To'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni mana bu shar markazidan yasovchiga to'g'ri tortamiz, asosni yasovchisiga. Shunda u ham 3 ga teng bo'ladi. Mana bu 90 gradus bo'lgan joydan aynan shar markazigacha bo'lgan masofani x deb belgilab turamiz. Pifagor teoremasini bir marta qo'llaveramiz. 9 teng bo'ladi radius kvadrat qo'shilgan x kvadratga. Bundan x radius kvadrat teng bo'ladi. Radius kvadrat teng 9 minus x kvadratga. Bizga aytilyaptiki, eng katta hajmli konus chizilgan. Konus hajmi v teng bo'ladi 1/3 pi r kvadrat h ga. 1/3 pi radius kvadratning o'rniga mana bu ifodani olib qo'yamiz. 9 minus x kvadrat ko'paytirilgan balandligimiz 3 plus x ga teng. Pi taqsim 3 qavs. Mana bu ifodani ko'paytirib olsak 27 minus plus 9x bo'ladi minus 3x kvadrat. Xo'sh, shunday qoladimi? plus 9x minus 3x kvadrat minus x kub. Mana shu hajmning formulasi. Eng katta deganligi uchun shundan x bo'yicha hosil olamiz. V' teng bo'ladi. Pi taqsim 3 kerak bo'lmaydi. 27 ning hosilasi 0 ga teng 9 ayrilgan 6x bo'ladi. Minus 3x kvadrat. Shuni 0 ga teng qilishimiz kerak. Bu 0 ga teng bo'lganda minus 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak x kvadrat plus 2x minus 3 teng 0 ga qoladi. X teng minus 3 bilan x teng 1 ga. Bunda minus 3 olinmaydi, chunki manfiy bo'lishi mumkin emas masofa 1 ga tengligini olamiz. U holda radius kvadrat teng bo'ladi. Xo'sh, 8 ga. Radiusning o'zi 2 izoh 2 ga kelib chiqadi. Bizda konus hajmini toping degan bo'lsa, x ni birligini olib borib formulaga qo'yib yuboramiz. V teng pi taqsim 3, ya'ni mana formulasi. Pi taqsim 3 qavs 27 qo'shilgan 9 ayrilgan 3 ayrilgan 1. Xo'sh, bu yerdan 27 ga 9 36 to'rayib yuborsak 32 pi taqsim 3. 33 ning javobi C ekan. Konus yon sirtini toping. Konus yon sirti L teng S yon bo'lardi. S yon teng bo'ladi pi r l. Bizga endi yasovchi kerak. Asos radiusi 2 izoh 2 bo'lsa, mana bu bitta qaytaraylik. Mana shu 2 izoh 2 bo'lsa, mana bu 1 bo'ladigan bo'lsa, jami 4 bo'lyapti. Demak, yasovchi 8, mana buni kvadrati qo'shilgan, bunisida 4 bo'lsa 16 ildizda. 24 4 kare 6 2 izoh 6 bo'lar ekan.
Xo'p, PRL bo'ladigan bo'lsa, demak, P ko'paytirilgan radius 2 ga teng, yasovchi 2 ga teng. Bularni ko'paytmasidan 4, 8 P ko'paytirilgan 3 chiqadi. Yoki 8 3 P. 8 3 P D javobga to'g'ri kelyapti. Shar to'la sirtini toping. Sharning radiusi 3 edi. Shar to'la sirti bo'ladigan bo'lsa, S teng bo'ladi 4pr kvadratga. Katta radius uzr. 4 kara 9p bo'ladi. 36p ga teng. B javob olar ekanmiz. Tenglamalar sistemasi berilgan. B ni A ga nisbatining katta qiymatini toping. Xo'p, birinchi holat bo'yicha A kvadrat plus 2AB deymiz, plus B kvadrat deymiz, minus AB desak bo'ladi. Shu 84 ga teng. Endi bundan maqsad mana bu yer to'la kvadrat yasash. Ya'ni ikkita AB dan bitta AB ayirib ketsa, o'rtadagi AB hosil bo'ladi. A plus B ning kvadrati minus, mana bunga ildiz qo'yib kvadrat qo'yishimiz mumkin. Ildiz ostida AB ning kvadrati teng 84 ga. Bu A qo'shuv B ayrilgan ildizda AB bilan A qo'shilgan B qo'shuv ildizda AB ga ajraydi. Teng 84 ga. Mana bu yig'imda 14 ga tengligi bor ekan, demak A plus B ayrilgan ildizda AB ni 6 ga tengligini topamiz. Shunda o'sha ikkinchi tenglik bilan qo'shib o'rganimizda A plus B ning 20 10 ga tengligini topamiz. 10 bo'ladigan bo'lsa, ildizda AB ni nechaga teng bo'ladi? 4 ga tengligini topamiz. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, AB teng 16 ga bo'ladi. Endi bu holat ikkita holatda bajariladi. A teng 2, B teng 8 ligida, A teng 8, B teng 2 ligida. Bundan bizga B ni A ga nisbatini katta holatda toping deyapti. Mana bundan topamiz. Demak, 8 ni 2 ga bo'lsak 4 chiqadi. Ikkinchi holat, tenglikni qanoatlantiruvchi barcha A'lar yig'indisini toping. Barcha A'lar bo'lsa 8 bilan 2 10 bo'ladi. 37 funksiya Jx funksiya mana shu ko'rinishda x 0 nuqtada urinadi x o'qiga. Fx funksiya bu ko'rinishda 124 da x o'qiga urinadi. Agar ikkalasi 124 da kesishsa, mana ifodani toping. Xo'p, kub funksiyaligi aniq ko'rinib turibdi. O'zi dastlab o'zida ham beryapti ekan. Bu funksiya 124 da urinyapti, 0 dan kesib o'tyapti. Agar funksiya 0 dan kesib o'tsa, unda ozod koeffitsient 0 ga teng degani. S teng 0 ligini tushunishimiz kerak shunda. S 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa va 124 da urinyapti. Bu deganligi mana bu funksiya, birinchi funksiyamiz o'ng tomonda 124 da urinyapti bo'lsa, x ko'paytirilgan x minus 124 ning kvadrati bo'lib qoladi. Buni yoyib oladigan bo'lsak, x ko'paytirilgan x kvadrat minus 248 plus 48x bo'ladi. Plus 124 ning kvadrati bo'lib qoladi. Qavsni ochadigan bo'lsak, x kub minus 248 x kvadrat plus 124 ning kvadrati yonida x bilan bo'ladi. Shunda b teng minus 240 yo'q. A teng a x kvadratni yonidagi ekan. Minus 248 b teng bo'ladi 124 ning kvadratiga. Ikkinchi tenglik. Jx funksiya 0 da urinilyapti, 124 ni kesib o'tyapti. U ham 0 dan kesib o'tyapti turganligi sababli k aynan 0 ga teng bo'ladi ozod koeffitsient. Endi funksiyani haqiqiy ko'rinishi 0 da urinyapti turganligi uchun 124 da kesib o'tyapti turganligi uchun x kvadrat x minus 124 holatda bo'ladi. Bunda qavsni ochib oladigan bo'lsak, x kub minus 124 mana to'g'ri ko'rinmay qoldi. 124 x kvadrat holatida. Ya'ni m teng minus 124 ga, n teng 0 ga. K topildi, n topildi, m topildi. Endi funksiyani ifodani birinchisini hisoblashimiz mumkin. Tepada b berilyapti, demak b dan a ayrilib s qo'shilishi kerak. B ni qiymati 124 ning kvadrati ayrilgan a ni qiymati minus 248.
plus s ni qiymati 0 ga teng. Taqsim m dan minus 124 dan n 0 ayrilyapti, k ham 0 qo'shilyapti. Suratda 124 ni chiqarib olamiz. 2 ta minus plus bo'lib ketsa 124 plus 2. Mahrajida minus 124. Mahraj qisqarib ketadigan bo'lsa minus 126 bo'lar ekan birinchi javobi. Xo'p, ikkinchisi J 125, F 125, J 123, F 123. Dastlab funksiyalarning hal ikkalasini mana bu yerga boshqa rang bilan yozib oling. Xo'p. Demak, fx funksiyamiz teng ekan. Mana bu yerga kerak bizga. X ko'paytirilgan x minus 124 ning kvadrati. Jx funksiya uchun mana bu yerga kerak. Mana shu 4 edi. Mana shu yerga kerak. X kvadrat x minus 124 ekan. Xo'p, suratiga J 125, J 125 topamiz. 125 ning kvadrati ayirma 1 ga teng, shunday qoladi. J 123 ni ham topamiz. Agar 123 qo'ysak, 123 ning kvadrati qavsdan minus chiqib, mana minus bo'lib qoladi. F 125. 125 qo'yadigan bo'lsak, 125 ning o'zi. F 123. 123 qo'yadigan bo'lsak, 123 ning o'zi. Endi berilayotgan ifodadan shuni qiymatini topishimiz kerak. Suratga J 125. J 125 qiymati 125 ning kvadrati. Mahrajiga F 125 ning qiymati 125 ning o'zi. Ayru suratga J 123 minusdan 123 ning kvadrati bo'ladi. Mahrajida F 123 bu 123 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak, 125 2 ta minus plus bo'lib ketadi, 123 qoladi. 248 ga teng. 38. Px ko'p xat mana shu ko'rinishda 3 xat chiziqli ko'paytuvchiga ajraladi. Agar A B dan katta, K D dan katta bo'lsa, M shu shartga mos keluvchi eng katta natural son. Bu yerda M eng katta bo'lishi M teng bo'ladi 36 ko'paytirilgan 25 plus 1 ligida. Nimaga bunaqa? Mana tushuntiraman. Agar 36x kvadrat desak plus bu yerda eng katta M son hosil bo'lish uchun 36 kere 25 x bo'lish kerak plus u yoqdan 36 qavsdan chiqib ketsa 25 qolish uchun plus x bo'ladi plus 25. Mana shuni ko'paytuvchiga ajratsak 36x qavsdan chiqib ketsa x plus 25 qoladi plus bu yoqda ham x plus 25 qoladi. Yana davom ettirsak x plus 25 bilan 36 yo'q, tepada teskari holatda berilgan ekan. Demak 36x plus 1 bilan x plus 25 holatida bo'ladi. Endi dastlabki holatni olib kelib qo'yamiz. Ya'ni A B dan kattaligi mana shu yerda A teng 36 ligini, B teng 1 ligini bildiradi. K D dan katta, mana K oxirida turibdi. Demak K 25 ga D 1 ga tengligini bildiradi. Bizdan M ni toping degan, M mana yuqoridagi 36 kere 25 ko'paytmasi 901 chiqadi, bir qo'shsak. Endi AK dan A bilan K ni ko'paytiramiz. Bu 36 edi, cho'p qoldi. 36 kere 25 dan ayirish kerak BD ning ko'paytmasi. Ular ikkalasi ham 1 ga teng, demak ayirma ko'paytma 1 bo'ladi. Ikkalasidan 9 chiqadi, ayirma 899 ga teng. 39-masalamiz trigonometrik tenglama. O'ng tomondagi kosinuslarni chap tomonga o'tkazamiz. Shunda sinus x ayrilgan kosinus x hosil bo'ladi, qo'shilgan sinus 4x ayrilgan kosinus 4x bo'ladi. Teng 0 ga.
hammasini ilzosni 2 taqsim 2 ga ko'paytirsak, bu yer sinus hop pi taqsim 4 39imiz trigonometrik tenglama. Kosinuslarni chap tomonga o'tkazamiz. Kosinuslarni chap tomonga o'tkazamiz. Sinus x ayrilgan kosinus x qo'shilgan sinus 4x ayrilgan kosinus 4x teng 0 ga. Ilzosni 2 taqsim 2 ga hammasini ko'paytirib olsak, sinuslar aynan yig'indi formasiga tushib qoladi. Bundan sinus pi taqsim 4 ilzosni 2 ham bor edi. Minus x bo'ladi. Plus ilzosni 2 kosinus bu ham sinus bo'ladi. Ilzosni 2 sinus x pi taqsim 4 ayrilgan x ko'rinishga keladi teng 0 ga. Ilzosni 2 ga qisqartirib yuborish mumkin, tashlab yuboramiz, kerak bo'lmaydi koeffitsiyentlar. Endi sinuslar yig'indisi formasiga ko'ra ikkalasidan 2 sinus qavsda yig'indi sinusga bo'ladi. Pi taqsim 4 ga pi taqsim 4 demak pi taqsim 2 bo'lsa, minus mana bu 4x edi. Minus 5x bo'ladi taqsim 2. Kosinusga yig'indi. Pi taqsim 4larning yig'indisi, ayirmasi 0 bo'lib ketsa, 3x taqsim 2 bo'lib qoladi, teng 0 ga. Xo'p, bundan sinus 0 ga tengligi pi taqsim 2 minus 5x taqsim 2 ni plus minus 2pn ga tenglash mumkin. Ya'ni plus pn bo'lgani ham minus pn bo'lgani ham bir xil bo'laveradi. Shuning uchun pn ayirganimizga ham plus qo'shib ketsak muammo bo'lmaydi. Minus pn deb olaveramiz. Bunda 2 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, pi taqsim 2 minus 5x teng bo'ladi minus 2pn ga. Mana buni o'ng tomonga qo'shib o'tkazamiz. Bundan minus 5x teng bo'ladi. 5x bilan 2pn o'rnini almashtiramiz. Pi taqsim 2 plus 2pn teng bo'ladi 5x ga. 5 ga bo'lib yuborsak, x teng bo'ladi pi taqsim 10. Xo'sh, plus 2pi taqsim 5 ga bo'lib qoladi. X ham bor yonida, n ham bor. Taqsim n ga. Bu yerdan 5x bilan minus 2pn ni o'rnini almashtiramiz. Pi taqsim 2 plus 2pn teng bo'ladi 5x ga. 5 ga bo'lib yuborsak, birinchi ximiz teng chiqadi. Pi taqsim 10 bundan birinchi ximiz teng chiqadi. Pi taqsim 10 qo'shilgan 2pi taqsim 5n ga. Endi ikkinchi holat kosinus 0 ga teng deymiz. Unda 3x taqsim 2 teng bo'ladi. Kosinus 0 da pi taqsim 2 plus pn ga. 3 taqsim 2 ni teskari ko'paytirib o'tkazsak, x2 teng bo'ladi. Pi taqsim 3 qo'shilgan 2pi taqsim 3n ga. Mana bu 3 edi. A shartimiz. Tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping deyapti. Bu pi taqsim 10. Xo'p, 0 va 2pi oralig'idagi ildizlar yig'indisini toping deyapti. Dastlab x1 bo'yicha pi taqsim 10 bo'ladi. Qo'shilgan 1 qo'yadigan bo'lsak, 4pi taqsim 10 bo'ladi. Qo'shilgan 2 qo'yadigan bo'lsak, 5pi taqsim bo'lib qoladi 0 bilan qo'shilib. 2 qo'yadigan bo'lsak, 8pi taqsim 10, 9pi taqsim 10 ga to'g'ri keladi. 4 ga ortib boryapti. Plus 13pi taqsim 10 bo'ladi. Keyingisi plus 17pi taqsim 10 bo'ladi. Bundan keyingisi oshib ketadi. Ya'ni 21pi taqsim 10 2pi dan oshib ketib qoladi. x2 dagi yechimlar endi plus pi taqsim 3 plus
1 qo'yadigan bo'lsak 3 pi taqsim 3 bo'ladi. Plus yana 2 qo'yadigan bo'lsak 4 pi yu 5 pi taqsim 3 bo'ladi. Endi keyingisi xo'sh oshib ketar ekan. Bo'ldi, mana shu ekan. Hammasini qo'shamiz ekan. Mahraji 10 bo'lganlar jami 18, 18, 36, 45 taqsim 10 pi. 9 pi taqsim 5, 9 pi taqsim 2 bo'lar ekan. Qo'shuv mana bu uchalasidan 8, 9, 3 pi bo'lar ekan. Bularni qo'shsak mahraj 2, surat 15 bo'ladi pi. Demak 15 pi taqsim 2 bo'lar ekan. B sini javobi. 40. Muntazam ko'p burchakning bir qismi tasvirlangan. Xo'p, muntazam ko'p burchakning bir qismi bo'lsa, bitta burchagi 172 gradus bo'lsa, tashqi burchagi mana bu 8 gradus ekan. Tashqi burchagi 8 gradusligi uni necha burchakligini topib olishimizga yordam beradi. Ya'ni har qanday ko'p burchakni tashqi burchaklariga yig'ilsa 360 gradus edi. 8 gradusga bo'lsak necha burchakligi kelib chiqadi? 45 burchak ekan. N 45 burchak bo'ladigan bo'lsa, ko'p burchakning nechta diagonali bor deyilyapti. Diagonallari soni n ko'paytirilgan n-3 taqsim 2 bilan hisoblanardi. 45 ko'paytirilgan 3 ayirsak 42 taqsim 2. Qisqarib ketsa 21. 945 ta ko'p anaqa diagonali bor ekan. 945 ta diagonali bor ekan. Xo'p, B sharti alfa burchagini toping. Alfa bu yerda 3 ta burchakka tirilyapti. Xo'sh. Burchak bo'lsa, demak E dan mana bu yoqqa markazi bor deb tasavvur qilsak, shu yerga to'g'ri tortamiz. Bu yerda B dan ham to'g'ri tortamiz. Yoydagi burchak markazdagidan 2 marta kichik ko'rinadi. Demak, bu yer 2 alfa bo'ladi. Endi jami 45 burchak edi. 45 burchakdan 3 tasini olyapmiz. Muntazam bo'lganligi uchun har bitta yoy, har bitta tomon teng burchakka tiriladi markazga qaragan, markazdan. Demak, shunda jami 45 tadan 3 ta bo'lagini olyapmiz. 360 gradusning. Mana shu 2 alfaga teng. 360 gradusni 45 gradus bilan qisqartiradigan bo'lsak, 90 dan 4 ta bo'lsa 8 hosil bo'ladimi shunda? 8 24 chiqadi. Bundan alfani o'zi 12 gradusga kelib chiqadi. 12 gradus olish kerak. Keyingi masalamiz muntazam ko'p burchakning bir qismi tasvirlangan. Ko'p burchak nechta diagonali bor? Alfa burchak necha gradus? Xo'p. Bu yerdan demak bitta burchagi 172 gradusligidan mana bu yerni to'g'ri tortib turib 8 gradusligini tushunib olamiz. Ya'ni tashqi burchagi. Tashqi burchagi necha gradusligi, uni nechta tomoni borligini topsak bo'ladi. Ya'ni 360 gradusni jami har qanday ko'p burchakning tashqi burchaklariga 360 gradus bo'lsa, 8 gradusga bo'lib olsak, n burchagi nechiligi kelib chiqadi. Demak, 45 ta burchagi bor ekan. n 45 ga teng. Diagonallari soni n ko'paytirilgan n-3 taqsim 2 formula bilan hisoblanadi. Bu teng bo'ladi 45 ko'paytirilgan 42 taqsim 2. 21 bo'lsa 945 ta diagonal bor ekan. A shartiga 945 olamiz. Xo'p, B shartida alfa burchagini toping. Alfa 3 ta yon tomonni tortib turibdi. Ya'ni muntazam ko'p burchak bo'lgandan keyin bunga tashqi aylana chizish mumkin. U holda alfa yoydagi burchak bo'lib qoladi. Endi markaziy burchak hosil qilish uchun ana shu E dan to'g'ri tortsak, mana shu yerda markazda tushunadigan bo'lsak, xo'p, u holda mana 172 gradusga bisektriса bo'lib qoladi. Ana shu E dan tushirilgan to'g'ri chiziq bilan B dan tushirilgani. 172 ning yarmi 86 gradus, bu yog'i ham 86 gradus. Xo'p, bu bizga kerakmi? Kerak emas u. Mana bu 2 alfa bo'lardi. Yoydagi burchak markazdagidan 2 marta kichik ko'rinadi. 2 alfa teng jami 45 gradus bo'lsa, 45 ta burchagi bor bo'lsa, mana shu ko'p burchakni
3 ta 45 ta tomon bo'lsa 3 ta tomonni tortib turibdi. Ya'ni 360 gradusning 45 dan 3 qismi deganligi. Bu teng bo'ladi. 360 gradusni 45 bilan qisqartiradigan bo'lsak, qancha bo'ladi? 24 gradus bo'ladi. Bundan alfani o'zi 12 gradusliga kelib chiqadi. 12 gradus. B sharti 41-misol. 41-masala ABC to'g'riburchakli uchburchakning tomonlari 2 ga teng. 3 ta kvadrat berilgan. AB gipotenuz uzunligini toping. Xo'p, har biri 2 dan bo'ladigan bo'lsa, jami tomon uzunligi 6 ga teng. Bu holda mana bu tomon uzunligi 2 ning kvadrati 4, 6 ning kvadrati 36, 20, 40 bo'lsa, 40 bu 4 kara 10, 2 ildizda 10 lik kelib chiqadi. Endi mana bu et alfa. Tangens alfa teng 2 taqsim 6 ga yoki 1 taqsim 3 ga. Eng o'ng tomondagi B dan chiqqan to'g'ri chiziq mana buni bisektor hissasi bo'layotgan burchakni, ya'ni 45 gradus bo'lsa, mana bu yerga 45 minus alfa burchak qoladi. Endi tangens 45 minus alfani hosil qilish kerak. Mana bu AC ning uzunligini vaqtincha x deb belgilab tursak, shu teng bo'ladi x taqsim 2 ildizda 10 ga. Bundan tangens yoyilmasi 1 tangens 45 da 1 ga teng bo'lgancha 1 minus tangens alfa taqsim 1 plus tangens alfa bo'ladi. Teng x taqsim 2 ildiz osti 10 ga. Tangens alfalar o'rniga 1 taqsim 3 qo'yamiz. 1 minus 1 taqsim 3. 41-masalamiz ABC to'g'riburchakli uchburchak. Demak, katta uchburchak ana shu tomoni 2 ga teng bo'lgan 3 ta kvadratga qo'yilgan ekan. Bu yerda AB to'g'ri chizig'imiz o'ng tomondagi kvadratni diagonal orqali o'tgan ekan. Xo'p. Demak, BC ni topib olamiz birinchi. Har biri 2 dan bo'lsa, bu tomon 6 bo'lsa, ildiz ostida 4 qo'shilgan 36. 40 ga teng. 40 bu 4 kara 10 bo'lsa, mana shu yerda uzunligi 2 ildiz osti 10 lik kelib chiqadi. 2 ildiz osti 10 bo'lsa, mana bu alfa. Endi bundan tangens topib olamiz. Tangens alfa teng, qarshidagi katet 2, yopishgan katet 6. Nisbati 1 taqsim 3 ga teng. Endi mana bu jami 45 edi, demak 45 minus alfa qolyapti. 45 minus alfa qolsa, AC ning uzunligini x belgilab olamiz. Tangens 45 minus alfa teng bo'ladi x taqsim 2 ildiz 10 ga. Tangensni yoyilmasi 1 minus tangens alfa bo'ladi, ya'ni tangens 45 da 1 ga teng. 1 plus tangens alfa teng x taqsim 2 ildiz 10. Tangensni o'rniga alfani o'rniga 1 taqsim 3 qo'ysak, suratda 2 taqsim 3 bo'ladi, mahrajda 4 taqsim bo'lar ekan. 4 taqsim 3 teng x taqsim 2 ildiz 10. 3lar qisqarsa 1 taqsim 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, x teng ildiz ostida 10 deganligi. Mana shu ildiz ostida 10 ekan. AB gipotenuzani uzunligi deyilyapti. Ildiz ostida 10 ning kvadrati plus mana shu yerda y deb turaylik. 40, ya'ni 2 ildiz ostida 10 ning kvadratiga teng y kvadrat. Y kvadrat teng bo'ladi. Y kvadrat teng bo'ladi 10 qo'shilgan 40 ga. Y teng bo'ladi ildizda 50. Bu degani 25 kara 2 bo'lsa 5 ildiz osti 2 degani. Gipotenuzaning, ya'ni y ning uzunligi 5 ildiz osti 2 ga teng ekan. ABC uchburchak yuzini toping deyapti. Bu juda ham oson u. Ildizda 10 ko'paytirilgan 2 ildizda 10, ya'ni katetlar taqsim 2. 10 ga teng bo'ladi. 42. Quyidagi rasmda aylana tashqarisidagi O nuqta aylanani A va C nuqtalarida bir to'g'ri chiziq orqali B va D nuqtalari orqali tutashtirilgan. AC ning uzunligi 11 ga teng. DO ning uzunligi
12 ga teng. CD ni uzunligi ham 12 ga teng. X ni toping. Bu yerda OC ni uzunligi 16 ga tengligi qayerdadir xato bo'lib tushib qolibdi. Ya'ni yozish kerak edi. Mana shu ikkalasidan bittasi shu OC ni uzunligi. Rasmda demak 16 ligi berilyapti, 12 ligi berilyapti. Tepa 11 bo'ladigan bo'lsa, hop. X ni toping. To'rt burchakka tashqi aylana chizish mumkin sharti qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Mana bitta alfa desak, mana bu 180 minus alfa bo'ladi. O'z-o'zidan bu yog'i alfaga teng bo'lishga majbur. Mana bu burchak umumiy bo'lsa, bu burchakni beta deb nomlaydigan bo'lsak, bu ham beta bo'lishga majbur. Shunda o'xshash uchburchaklar hosil bo'ladi. Ya'ni katta uchburchak uchun y ning kichik uchburchakdagi o'ziga mos 12 ga nisbati teng bo'ladi. Bizga x kerak edi hozir. X bilan bog'lab turgan bo'lsak, katta uchburchakdagi x qo'shilgan 12 ning kichikdagi mos tomon 16 ga nisbati teng bo'ladi. X plus 12 ni kichikdagi 16 ga nisbati kattadagi 27 ning, ya'ni A dan O gacha bo'lgan masofani kichikdagi 12 ga nisbatiga. Shunda buni 16 ni o'ng tomonga ko'paytma chiqarib olsak, x plus 12 teng bo'ladi. Bular o'zaro qisqarganda 9 u 4 qolsa 16 chiqsa 36 ga teng. X 24 ekan. Demak, mana bu javob 24 ekan. Endi B sharti ABCD to'rtburchak perimetrini toping. Endi y ni ham topish kerak. Boyagi yo'l bo'yicha yuraveramiz. Y ni 12 ga nisbati teng bo'ladi. AO ni, ya'ni 27 ni DO ga 12 ga nisbatiga bo'laveradi. Y 27 ekan. Xo'sh, perimetrini toping debdi ABCD ni. Perimetr bo'lsa 12 qo'shilgan 11 qo'shilgan 27 qo'shilgan 24 bo'ladi. Uchalasidan 23 u 27 50 74 chiqadi. 43 ABCD to'rtburchak AB va BC tomonlari mos ravishda FV nuqtalarga voy. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu bo'yalgan sohaning yuzini toping deyapti. Mana bu doiradagilar o'sha o'zi turgan uchburchaklarning yuzlari. Bunda E dan F ga to'g'ri tortamiz. O'xshamadi. E dan F ga to'g'ri tortamiz. Bu yerda S yuza hosil bo'ladi. Mana bu ham S yuzaga teng. Ya'ni S ni kvadrati teng bo'ladi. Ikkala trapetsiyada shuna xossa bor edi. Diagonallar ajratgan yuzalarda yon tomondagi yuzalar ko'paytmasi qarama-qarshi asosga yopishgan yuzalar ko'paytmasiga teng. 8 kere 50 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu ikkalasi qo'shimchasi teng ham bo'ladi. Bundan S teng 400 bo'lsa 20 ga kelib chiqadi. Mana bu chap tomondagi sariq yuza 20 ga teng bo'lsa, endi bu yog'i tushuna olamiz. Bu S bo'lsa, bunisini A yuza deb olaylik. Mana bu ham A bo'ladi. Shunda A kvadrat teng bo'ladi 12 kere 75 ga. A kvadrat teng 750 ga 150 900. Undan A ni o'zi 30 ga kelib chiqadi. Demak, bu 30 ekan. Sariq yuza bitta S bilan bitta A ni yig'indisiga teng. 50 ga teng bo'lar ekan. Jami 4 burchak yuzasi so'ralgan, mana shu yerda tushib qolibdi. Ya'ni tahrirlashda xato bo'lib qolibdi. ABCD 4 burchak perimetrini yuzini toping deyilgan. Mana shu B shartida xato ketib qolibdi. Aslida ABCD 4 burchak yuzini toping bo'lish kerak. Yuzini toping. ABCD 4 burchak yuzi bo'ladigan bo'lsa, A bilan S ning yig'indisi 50 ligidan o'ng tomondagi va chapdagi A va S yuzalar ham jami 50 ligi, ikkalasi birgalikda 100 ligi qo'shilgan boshqa yuzalar. 8 ga 12 20, 20 ga 50 70, 70 ga 75 145 ligi kelib chiqadi. Bular 245 ga teng bo'ladi. B shart.
44-masalani chizmasini oldindan chizib olishimga to'g'ri keldi. Mana shu holatda bo'lyapti. Xo'p, piramidaning asosi bu. A B C D E F piramidaning asosi A B C D E F dan iborat 6 burchak. Har bitta burchagi teng bo'lsa, ya'ni hammasi 120 gradusdan bo'ladi. A B ning uzunligi 2 ga teng. Mana bu 2. B C ning uzunligi 8 ga teng. Demak, bu yoq 8. D C 4 D E ning uzunligi 8 ga teng deyapti. Shunda 6 burchakni perimetrini toping A sharti. Bu deganligi mana bu F ga 2 bo'lishga majbur, chunki hamma burchagi teng bo'lishidan ichkariga yozaylik shuni, hozir tashqi tomonga kerak bo'lar ekan. 2. 6 burchakning perimetrini toping deyilyapti. Burchaklari tengligidan mana shu D E tomonni bu yoqqa davom ettirsak, F ni ham davom ettirsak, bu yoqda hamma burchagi 60 gradus bo'lgan, 120 gradusligidan F burchakni va E burchakni biz yasagan 3 burchakdagi tashqaridagi tomonlari har biri 60 gradusdan hosil bo'ladi. Bu deganligi mana bu muntazam 3 burchakcha bo'lib qoladi kichkina. Bu yer 2 ga teng, bu yoq ham 2 ga teng bo'lib qoladi. O'z-o'zidan CD ni BC ni davom ettiramiz tepaga. Mana shunday qilib davom ettiramiz. D ni ham davom ettiramiz. D tomonni, YD ni bu ham 4 dan bo'lib qoladi. Shunda jami tomon uzunligi 14 ga tengligi kelib chiqadi. Agar bu 14 bo'lgan bo'lsa, mana buni ham davom ettiradigan bo'lsak, bu yoqda 2 dan hosil bo'lishi kerak. Jami 14 bo'lishligidan AF ning uzunligi 10 liga kelib chiqadi. Endi bizdan piramidani 6 burchak perimetr asosini, perimetrini toping degan bo'lsa, mana bu 2, 8, 4, 8, 2, 10 ni qo'shish kerak. Xo'sh, bu yerda 20 ga 24. 44 liga kelib chiqadi. B sharti piramida hajmini toping deyapti. Endi asos yuzi. S asosini topish uchun bu yerda katta mana bu muntazam 3 burchakning yuzidan 14 kvadrat ildiz 3 taqsim 4 dan ayiramiz. Har bitta muntazam 3 burchakchalarning yuzlarini. Eng kichkina AB qatnashib turgan qismdagisi tomoni 2 bo'lganligi uchun 2 ning kvadrati, ya'ni 4 ildiz 3 taqsim 4 bo'ladi. Ayrilgan. Endi mana bunisi tomoni 4 ga teng bo'lgan muntazam 3 burchak. 16 ildiz 3 taqsim 4 ayrilgan. Eng kichkinasi yana 4 ildiz 3 taqsim 4 bo'lishi kerak. Bundan 196 ayrilgan 4 ayrilgan 16 ayrilgan 4 taqsim 4 ildiz ostida 3 bo'ladi. Bu yuzani hisoblaymiz. 172 ildiz ostida 3 taqsim 4 bo'ladi. Buni qisqartiradigan bo'lsak 43 ildiz ostida 3 bo'ladi. Piramidaning balandligi 8 ildiz ostida 3 edi. Demak, V teng bo'lishi kerak. 8 ildiz ostida 3 ni balandlikni ko'paytiramiz asos yuziga. 43 ildiz ostida 3 taqsim 3 ga bo'lishi kerak. Bundan xo'p, ikkalasidan 3 qisqarib ketadigan bo'lsa 8 kare 43 320 yu yana 24. 344 lik kelib chiqadi. Javob 344 bo'ladi. 45-masala. Yuk avtomobili A punktdan yukni A dan C to'g'ri so'qmoq bo'ylab yoki A dan B ga, so'ngra B dan C ga asfaltlangan yo'l bo'ylab tashishi mumkin. Demak, mana shu to'g'ri burchakli uchburchak ko'rinishi bo'yicha yurar ekan. Yuk avtomobili asfaltlangan yo'lda yuk bilan 50 km/soat tezlik bilan so'qmoq bo'ylab 39 km/soat tezlik bilan harakatlanadi. Yuksiz esa asfaltlangan yo'lda 68 km so'qmoq bo'ylab 50 km tezlik bilan harakatlanadi. A sharti: A dan C ga borish uchun yuk otilgan avtomobil qanday eng qisqa vaqt sarflaydi? Xo'p. Demak, AB 10 ligidan, BC 26 ligidan BC ni 24 kilometrligini topamiz. A sharti yuk ortilgan avtomobil. Demak, V yuk ortilgan avtomobil asfaltlangan yo'l bo'ylab 50 km/soat tezlik bilan harakatlanar ekan. So'qmoq bo'ylab esa 39 km/soat tezlik bilan harakatlanar ekan. Endi jami yo'lni. Xo'p, asfaltlangan yo'l bo'yicha T asfaltlangan yo'nalish bo'yicha vaqt. Jami yo'limiz
34 kilometr taqsim 50 kilometr. Bundan 0,68 deya kelib chiqadi. 0,68 soat. Xo'p, endi T so'qmoq bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, jami 26 kilometr taqsim 39 kilometr taqsim soat. Bundan 2 taqsim 3 soatliga kelib chiqadi. 2 taqsim 3 soat degani bu 0,66 deganligi bo'ladi. Tepadagi tabiiyki pastdagidan kattaroq, bizga kichik qiymat kerak. 2 taqsim 3 soat deganimiz 60 ga ko'paytiraveradigan bo'lsak 40 daqiqa chiqadi. Demak, eng kam vaqtni 40 minut sarflaydi ekan. Yuksiz qaytishda esa eng qisqa vaqt daqiqa sarflaydi. Xo'p. Bu yerda izoh mana bu daqiqa so'zi qo'yilgan. Ya'ni shu daqiqada hisoblanishi kerak, soatda emas. Soat kiritganlarga tabiiyki xato hisoblanadi. Xo'p, yuksiz bo'ladigan bo'lsa, demak, va asfaltlangan yo'l bo'yicha tezligi 68 km/soat va so'qmoq bo'ylab 50 km/soat. Xo'p. Asfaltlangan yo'l bo'yicha, ya'ni aniq sarflanadigan vaqt asfalt yo'lining uzunligi 34 edi. 34 km taqsim 68 km bo'ladi. Bu 0,5 ga teng soat. Soatda. T so'qmoq bo'ylab jami masofa uzunligi 26 km taqsim 50. Buni hisoblaydigan bo'lsak 0,51 soat bo'ladi. 0,51 soat. Bundan ko'rinib turibdiki, asfaltlangan yo'ldan qaytishga kamroq vaqt sarflaydi, 0,5. Ya'ni 0,5 soat degani 30 daqiqa bo'ladi. Demak, B sharti 30 minutda. Hammaga e'tibor uchun rahmat.